6 yoshda ko'chib kelgansiz, to'g'rimi? 6 yosh edi. 6 yosh. O'sha davrlarni eslay olasizmi? 6 yoshda kelganingizda menimcha til bilmagansiz, a? Yo'q. U paytlar men nemis tilini umuman bilmas edim. Men biz kelganmiz, birdaniga maktabga borganman-da. Ni jo'ralar, hech kimni tanimayman. Prosta o'tirganman, uyga qaytganman. Keyin o'sha yerda o'sha payti ayam ataynan rektorimizdan so'raganda, o'zbeklar bormi, tanisizmi? Yo'q degan. Men keyin turkcha gapirganini eshitganman-da. Men ularni o'zbek deb o'ylaganman. Xursand bo'lib uyga borib, ayam men o'zbeklarni ko'rdim, u bu deganman. Keyin ayam bu kunasiga maktabga borib, o'g'lim bular o'zbek emas, bular turk deganda keyin men yana xafa bo'lganman. 2011 Vayznov degan bitta mahallada turardik-da. O'shanda har doim har 5 minutda samolyot uchardi. Derazadan samolyotga qarab, ayam men Samarqandga qaytmoqchiman deb yig'laganman-da o'sha paytlar. Hali ham sog'inib turasizmi O'zbekistonni? Ha. O'zbekiston, endi men baribir erta tug'ilganman. O'zbekistonga borsam ham bizlar 2-3 hafta oldin O'zbekistonga yana keldik. Keyin men shuni ayamga qarab, ay O'zbekistonni sog'inyapman. Tortadi. Baribir